The UFC. Xbetda Hamza Chimayevga pul tutgan 2 nafar o'zbekistonlik katta qarzga botib, o'z joniga qasd qildi. Esingizda bo'lsa, Checheniston rahbari Ramzanning sevimlisi bo'lgan Chimayev UFC'da mag'lub bo'lgach, ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida xuddi shunday xabarlar ko'paygandi. O'shanda Chimayev onasining sha'niga tekkan amerikalikni quchoqlab, o'pgani kavkazliklar orasida tanqid qilingan bo'lsa, O'zbekistonda onlayn qimorning qonuniylashtirishi yana bir dolzarb masalaga aylangandi. Bugungi ko'rsatuvimizda esa biz na Chimayev, na onlayn qimor haqida gaplashamiz, balki ushbu mavzularga aloqador qadimgi Rumga borib taqaluvchi ommabop tomoshalar, jumladan UFC haqida so'z yuritmoqchimiz. O'tgan oyda AQSh prezidenti Donald Tramp o'zining 80 yillik yubileyini o'zgacha tomosha bilan nishonladi. 14-iyun kuni Oq uyning janubiy gazonida aralash yakka kurash bo'yicha yirik UFC Freedom 250 turniri bo'lib o'tdi. Ha, bu oddiy sport arenasida emas, to'g'ri, Oq uy hovlisida tashkil etilgan gladiatorlar jangi edi. UFC rahbari Dana White tashkiliy jarayonlar haqida gapirar ekan, bo'lajak musobaqani promotion tarixidagi eng jinnicha shou deb atadi. Media haftaligi ham ushbu katta voqeaga mos tarzda o'tdi. Barchasi Lincoln memoriali yonida tashkil etilgan ta'sirchan vazn o'lchash marosimi bilan boshlandi. Jang kuni esa sportchilar avval kabinet orqali Amerika prezidentlarining portretlari yonidan o'tib, oktagon sari yo'l oldilar. Ammo bu turnirga ommani qiziqtirish jarayoni ancha oldinroq boshlangandi. Dastlab tashkilotchilar tomoshalarning eng mashhur nomlari orqali muxlislarning xayollarini o'g'irlashga muvaffaq bo'ldilar. Conor McGregor ushbu tarixiy turnirda ishtirok etish istagini bildirdi. U Michael Chandler bilan muxlislar uzoq vaqtdan beri kutayotgan jangini o'tkazishini ma'lum qildi. Hatto allaqachon nafaqaga chiqqan afsonaviy Jon Jons ham shunday muhim voqea munosabati bilan oktagonga qaytishga tayyorligini aytib o'tdi. Kechaning asosiy jangi uchun esa Islom Maxachev va Hamza Chimayev variantlari faol muhokama qilindi. Biroq shov-shuvli qaytishlar va kutilgan to'qnashuvlarning birortasi amalga oshmadi. Turnirning markaziy jangi esa asli gruzin bo'lgan Ilya Topuria va amerikalik Justin Gage o'rtasida bo'lib o'tdi. MMA'ning bugungi mavqeiga erishish yo'li silliq kechgan deb bo'lmaydi. Bir vaqtlar aralash yakka kurashlar AQShning 36 ta shtatida rasman taqiqlangan edi. 90-yillarning o'rtalarida senator John McCain Amerikada endigina shakllanayotgan ushbu sport turini xo'rozlar jangi deb atagandi. 2000-yillar boshiga kelib esa UFC promotioni bankrotlik yoqasiga kelib qoldi. Lekin aynan shu paytda hammasini o'zgartiruvchi qaror qabul qilindi. 2001-yilda Dana White kazino magnatlari aka-uka Frank va Lorenzo Fertittalar bilan birgalikda tashkilotni bor yo'g'i $2 million sotib oldi. O'shanda UFC loyihasining muvaffaqiyatiga ko'pchilik ishonmagandi. Telekanallar bilan shartnomalar yo'q, auditoriya juda tor, imij esa o'ta salbiy edi. Biroq vaziyat 2005-yilda tubdan o'zgardi. Spike TV kabel telekanali The Ultimate Fighter reality showusini namoyish etishga rozi bo'ldi. Birinchi mavsumning o'zidayoq shou virus kabi ommalashib, haqiqiy hitga aylandi. Uning final jangi esa shouning o'zidan ham mashhurroq bo'ldi. Mana shu voqea UFC'ning haqiqiy parvoziga turtki berdi. Milliardlab dollarlik mexanizmni harakatga keltirish uchun atiga bitta muvaffaqiyatli loyiha kifoya qildi. Shundan so'ng shiddatli ko'tarilish davri boshlandi. Ko'p milliardlik shartnomalar, lim-molim arenalar va dunyoning eng yirik media holdinglari bilan global hamkorliklar yo'lga qo'yildi. Ammo pul bu hikoyaning faqat bir qismi edi xolos. Eng muhimi janglar industriyasi tor doiradagi tomoshadan chiqib, mainstreamga, ommaviy madaniyatning bir qismiga aylandi. 2018-yilda Habib Nurmagomedov va Conor McGregor o'rtasidagi to'qnashuv pullik translyatsiyalar bo'yicha barcha rekordni yangiladi. Ushbu jang atrofidagi ehtiroslar hanuzgacha so'ngani yo'q. Tomoshoboplikdan tashqari sportchilar o'rtasidagi shaxsiy adovat va auditoriyaning ikki dushman lagerga bo'linishi bu voqeani shunchaki sport musobaqasi emas, balki katta ijtimoiy fenomenga aylantirdi. Yana bir muhim va ramziy voqea 2019-yilda sodir bo'ldi. Donald Tramp UFC turniriga tashrif buyurib, oktagonning birinchi qatoridan joy olgan AQShning ilk amaldagi prezidentiga aylandi. Shundan beri u liga tadbirlarining doimiy mehmoni hisoblanadi. Bugungi kunda oktagon atrofida dunyoning eng nufuzli shaxslarini Elon Muskdan tortib Mark Zuckerberggacha ko'rish mumkin. Shouning mashhurligi shu darajaga yetdiki, hatto bir vaqtlar ushbu ikki texno gigant o'rtasidagi jangni oktagonda tashkil etish masalasi ham jiddiy muhokama qilindi. O'tgan yilning avgust oyiga kelib esa UFC o'zining super gigant maqomini yana bir bor isbotladi. Liga Paramount Media konglomerati bilan 7 yilga mo'ljallangan $7.7 milliard shartnoma imzoladi.
Shu tariqa bir vaqtlar jamiyat tomonidan chetlatilgan marginal shou bugun dunyodagi eng qimmat tomoshalardan biriga aylandi. Kolizey yoki Flaviylar amfiteatri qadimgi Rimning eng mashhur obidasi hisoblanadi. Bugungi kunda u imperiya qudrati va qadimgi muhandislik mahoratining ramzi sifatida qabul qilinadi. Biroq antik davrda bu inshoot avvalo ommaviy ko'ngilochar tomoshalar va siyosiy namoyishlar o'tkaziladigan bosh maydon edi. Amfiteatr qurilishi milodiy 70-yillar atrofida imperator Vespasian davrida boshlangan. Yangi Flaviylar sulolasi uchun ushbu ulkan loyiha fuqarolar urushi va siyosiy beqarorlikdan charchagan xalq ko'z o'ngida o'z hokimiyatini mustahkamlash vositasiga aylangandi. Ilgari qurilgan vaqtinchalik yog'och arenalardan farqli o'laroq, Kolizey toshdan tiklangan doimiy va muhtasham inshoot bo'lgan. U o'zida 10 minglab tomoshabinni sig'dira olardi. Siyosiy elita va senatorlar eng pastda, sahnaga yaqin joylarda o'tirgan, oddiy xalq esa yuqoriroqda joylashgan. Shu ma'noda arena hokimiyat va xalqning bevosita muloqot joyi edi. Bu yerdagi asosiy voqea esa doimo gladiatorlar janglari bo'lib qoldi. Shafqatsiz o'yinlar imperatorlarga o'z mashhurligini saqlab qolish va aholini ijtimoiy-siyosiy muammolardan chalg'itishga xizmat qilardi. Rimlik shoir Yuvenal tomonidan tilga olingan mashhur non va tomosha formulasi ulkan imperiya poytaxtida tartibni saqlashning eng samarali mexanizmlaridan biri edi. Mohiyatan Kolizey jamiyatdagi ijtimoiy agressiyani boshqariladigan tartibsizlik orqali jilovlab turardi. Biroq imperiya tanazzulga yuz tutishi bilan bu o'yinlar ham tarix sahnasidan yo'qola boshladi. Gladiatorlar janglari 5-asr boshlarida taqiqlandi. Yovvoyi hayvonlarni ovlash tomoshalari esa biroz uzoqroq davom etdi. Biroq Kolizey asos solgan ijtimoiy mantiq yo'qolib ketmadi. U shunchaki o'z arenasini o'zgartirdi xolos. Limmolim futbol stadionlaridan tortib oktagon jangchilar qafasi va shov-shuvli tok-shoulargacha har qanday zamonaviy ommaviy maydonni Kolizeyning bevosita vorisi deb atash mumkin. Chunki asrlar o'tsa-da, omma psixologiyasi deyarli o'zgarmagandek tuyulmoqda. Bugungi sport shoulari ham xuddi 2000 yil avvalgi Rim o'yinlari kabi muayyan ijtimoiy va siyosiy vazifani bajaryapti. Shu bilan birga zamonaviy tomoshalarda yana bir o'ta muhim tijoriy vazifa paydo bo'ldi. Dunyodagi eng qimmat kreativ reklama roliklari aynan Super Bowl Amerika futboli finali tanaffuslarida namoyish etilishi bejiz emas. Bu reklamalarning aksariyati allaqachon klassikaga aylangan. Ular hatto nufuzli biznes maktablarining marketing ma'ruzalarida tahlil qilinadi. Boshqacha aytganda, bugungi sport tomoshasi shunchaki qiziqarli o'yin emas. U global iste'mol madaniyatining eng ulkan va jozibador vitrinalaridan biri. Qadimgi Rimda Kolizey ommani bir joyga to'plagan bo'lsa, bugun uning zamonaviy vorislari stadionlar, oktagonlar va ekranlar millionlab odamlarni bir vaqtning o'zida bir xil aldamchi his-tuyg'ular atrofida birlashtirmoqda. Zamonaviy Kolizey qonunlari o'sha, faqat ta'sir kuchi 10 karra oshgan. Shou insonni mast qilish kerak. Ishtirokchilar esa har bir hissiyotini pulga aylantirib, o'zlarini tomoshabon vitrinaga aylantirishi lozim. Aynan mana shu mantiq so'nggi yillarda pop MMA va YouTuberlar janglari fenomenini sahnaning markaziga olib chiqdi. Bunday ko'rgazmali shoularda gladiator deb atash qiyin bo'lgan shaxslar, blogerlar, reperlar va shunchaki taniqli media qahramonlari ringga chiqmoqda. Endilikda asosiy mezon sport unvonlari emas, asosiy mezon hype bo'lib qoldi. Bugungi raqamli Kolizey faqat real arenalarda emas, u jonli efirlar, streamlar ostidagi izohlarda, ijtimoiy tarmoqlarda va millionlab ekranlarda portlamoqda. Aynan mana shu virtual energiya odamlarni ekranlarga mixlab qo'yadi. Yaqinda buni yana bir bor ko'rdik. Qariyb 60 yoshli Mike Tyson va 28 yoshli bloger Jake Paul o'rtasidagi jangni ko'rish uchun 10 minglab tomoshabinlar katta pul to'lab chipta sotib olishdi. Ammo odamlar bugun professional sportning o'zini emas, sof shouni tomosha qilishadi. Jang atrofidagi bahs-munozaralar, memlar, skandallar, prognozlar shular jumlasidan. Jangning o'zi esa katta spektaklning yakuniy nuqtasi xolos. Mana shu mantiq asosida hatto Power Slap ishtirokchilar navbatma-navbat bir-birini yuziga tarsaki tushiradigan shou kabi ko'ngilochar formatlar ham paydo bo'ldi. Bu yerda himoya talab etilmaydi, taktik strategiya ham. Hammasi oddiy va shafqatsiz. Biri uradi, ikkinchisi yiqiladi. Muhimi kimningdir yuzi qiyshayib, nokaut bo'lsin. Tomoshabinlar rohatlansin. Atrofdagilarning texnik nozikliklarini tushunishi shart emas. Unga bitta narsaning o'zi kifoya, huzurlanish. Hatto mashinaning ochiladigan lyuki ichida, telefon budkasida yoki temir konteyner ustida jang tashkil qiladigan 3-darajali tashkilotlar ham paydo bo'ldi. Bugun Kolizey istalgan shaklga kirishi mumkin va ba'zida ommaviy tadbirlar asta-sekin sof freak shouga, g'aroyib odamlar tomoshasiga aylanib ketmoqda. Mantiq bitta.
ommaga sport emas, teatr kerak. Bugungi industriya esa tobora kattaroq aqldan ozish ortidan quvar ekan, go'yo o'zining antropologik berk ko'chasiga yaqinlashmoqda. Men jangariman, jangchiman. Menga jang beringlar. Oktagonlarga. Bob raqib bormi deb yurak siqib qon qilyapsan. Oktagon degan enangni uyi emas. U bolalar hazillashib ursa ham g'alati qilib qo'yadi. 2011-yilda suratga olingan Tirik Po'lat fantastik filmi tomoshabinning shafqatsizlikka bo'lgan chanqog'ini anglashga uringan edi. Film syujetiga ko'ra kelajak odami klassik boksdan zerikkan, chunki inson tanasining imkoniyatlari tugagan. Shuning uchun arenaga masofadan boshqariladigan ulkan robotlar chiqqan. Haqiqiy Kolizey esa har doim inson qoni, katta stavkalar va siyosiy ko'lamni talab qiladi. Oq uyning vaqtinchalik sohibi Donald Tramp buni juda yaxshi his qildi. Jang qafasini prezident qarorgohi gazoniga olib chiqish orqali u mohiyatan butun sayyora ulkan bir arenaga aylanganini rasman qayd etdi. Zamonaviy Kolizey mantig'i sport devorlarini allaqachon yorib o'tgan. U butun dunyoni ulkan Truman shousiga aylantirib ulgurgan. Faqat bitta farq bor. Bu yerda dekoratsiya ham, odamlarning o'limi ham haqiqiy. Bugun global miqyosdagi urushlar va ochlik o'yinlari real vaqt rejimida to'g'ridan-to'g'ri smartfonlarimiz ekranlariga uzatilmoqda. Xoh G'azo sektoridagi minglab insonlarning yostig'ini quritayotgan gumanitar fojia bo'lsin, xoh dunyoning boshqa nuqtalaridagi qonli to'qnashuvlar, oddiy tomoshabin esa real zo'ravonlikni, vayronagarchilikni va inson qayg'usini xuddi ijtimoiy tarmoqdagi qiziqarli video yoki memni kuzatayotgandek sovuqqonlik bilan tomosha qilmoqda. O'lim va azob uqubatlar qulay stories formatidagi oddiy kontentga aylandi. Xulosa qilib aytganda, Kolizey yo'qolgani bilan gladiatorlar yo'qolmadi. Faqat ularning arenasi o'zgardi. Qadimgi Rimda odamlar gladiatorlar jangini tomosha qilardi. Bugun esa biz oktagondagi janglarni, blogerlar to'qnashuvini, skandallarni, siyosiy dramalarni, virusli videolarni va hatto real fojialarni ekran orqali kuzatamiz. Farq shundaki, qadimgi Kolizeyning devorlari bor edi. Bugungi Kolizeyning esa devorlari yo'q. Olomon hali ham kurashni ko'rishni istaydi. Hali ham kimdir g'olib, kimdir mag'lub bo'lishini kutadi. Hali ham kuch, mojaro va dramani tomosha qilishga tayyor. Faqat bugungi tomosha endi imperatorning buyrug'i bilan emas, algoritmlar orqali tanlanadi. Eng achinarlisi, biz bugun real fojia bilan spektakl o'rtasidagi farqni ajrata olmayapmiz. Bir necha daqiqa avval jangni tomosha qilgan ekranda, keyingi daqiqada urush, vayronagarchilik yoki musulmonlar tortayotgan azob jonlanadi. Va biz ularning barchasini shunchaki loqaydlik bilan kuzatamiz. Loqaydlik esa ma'naviy tanazzulning eng yuksak bosqichlaridan biridir.